Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Tarix fandan eng ko'p tushadigan savollardan qiziqarli faktlarni ikkinchi qismini sizlarga o'qib eshittiraman. O'rta asrlarda Germaniyada saksoniyaliklar, frankoniyaliklar, shtalxenlar, lyuksemburglar, Gabsburglar sulolalari hukmronlik qilgan. Otdan uchni dunyo mo'jizasi deb atashgan, Fridrix II esa jahon hayrati deb. Asparuhni yashagan yillari 640-701, hukmronligi esa 681-701 yillar. Arab xalifaligi 8-asr boshlarida Shimoliy Afrikani bo'ysundiradi. Xuddi shu davrda O'rta Osiyoni to'liq bosib olish boshlangan. Puate jangi tarixda 2 marta yuz bergan. Birinchisi 732-yilda franklar va arablar o'rtasida. Ikkinchisi 1356-yil 100 yil urush davrida ingliz va fransuzlar davrida. 756-yildagi ikkita voqea. Birinchisi Arab xalifaligidan Ispaniya ajralib chiqadi. Ikkinchisi Italiyada Rim papalari davlati Vatikan tashkil topdi. Hijriy yil milodiy 622-yildan boshlanadi. Milodiy 637-yilda xalifa Umar davrida hijriy yil taqvimi tuzilgan. Hindistonda Maurya davlatiga Chandragupta bir asos solgan, poytaxti Pataliputra shahri bo'lgan. Guptalar davlatiga Chandragupta birinchi asos solgan, uning poytaxti ham Pataliputra bo'lgan, 6 asr farq qilgan. Xitoyda Han sulolasi miloddan avvalgi 3-asrda tashkil topib, milodiy 3-asrda tugagan. 3 asrdan 6-asr oxirlarigacha Vey, Shu, U davlatlari mavjud bo'lgan. Sui sulolasi 589-618, Tan sulolasi 618-907, Day sulolasi 907-960, Sun sulolasi 960-1279, Yuan sulolasi 1279-1368, Min sulolasi 1368-1644, Sen sulolasi 1644-1911. Xristian dini 1054-yilda rasmiy ravishda ikkita mazhabga bo'linib ketadi: katolik va pravoslav. Birinchi salib yurushlari 1096-1099, ikkinchisi 1147-1149, uchinchisi 1189-1192, to'rtinchisi 1202-1204, beshinchisi 1217-1221, oltinchisi 1228-1229, yettinchisi 1248-1254, sakkizinchisi 1269-1270. Bolalarning salib yurishi 1212-yilda Stefan ismli bola tomonidan uyushtirilgan. 1453-yil Usmonli turklar Konstantinopolni egallashdi, 100 yillik urush tugadi. Kitob bosish dastgohi Xitoyda 11-asrda kashf etilgan, Yevropada 15-asr o'rtalarida kashf qilingan. 1243-yilda Mo'g'ullar Saljuqiylar davlatiga hujum qilgan, xuddi shu yili esa Mo'g'ul xoni O'qtoy vafot etgan. Parlament Angliyada General shtatlar, Fransiyada Reichstag, Germaniya va Avstriyada. Seym Polsha, Vengriyada Duma, Rossiyada. 1688-yilda Angliyada sodir bo'lgan tarixiy voqealar haqiqatan ham buni menimcha uncha muhim ahamiyat yo'q. Yevropada 1756-yilda 7 yillik urush boshlandi. Xuddi shu yili Buxoro amirligida Mang'itlar sulolasi hokimiyatga keldi. Ikkinchi voqea esa 1763-yil 7 yillik urush tugadi. Xuddi shu yili Qo'qon xonligida Norbo'taviy taxtga o'tirdi. Villam van Oranye Oliy sud moliya, qonun qabul qilish vakolatlaridan voz kechgani uchun taxtga o'tkazilgan. 18-asr Angliya va Fransiya o'rtasidagi urushlar Yevropa tarixiga ikkinchi 100 yillik urush nomi bilan kirgan. Birinchisi 1337-1453-yillar. Krepostnoy Rossiyada pomeshchikka qaram bo'lgan dehqon. Pomeshchik feodallar shunday atalgan Rossiyada.
1598-yilda Rossiyada Fyodor Ivanovich vafot etdi. Buxoro xonligida Abdullaxon II vafot etdi. Sibir xonligida esa Ko'chimxon vafot etdi. Bu bir yilda bo'lgan voqealar. 1721-yilda Rossiya imperiyaga aylandi. Rossiyadan Buxoroga Floriya Beneveni elchi qilib yuborildi. 1592-yil Yapon bosqini natijasida Koreyada Quloqlar qabristoni nomli qabriston paydo bo'ldi. Chunki u yerda 30 ming nafar koreyslardan kesib olingan quloq va burunlar dafn qilingan. 1517-yilda Sulton Salim I Misr poytaxti Qohirani egalladi. Xuddi shu yilda Martin Lyuter reformatsiya harakati boshladi. 1730-yilda Eronda afg'onlarga qarshi kurash boshlandi. Bu kurashning tepasida Afshor qabilasidan Nodir quli turgan. 1821-yil Meksika mustaqil bo'ldi. 1824-yil respublika bo'ldi. Demak, 1867-yilda bo'lgan voqealar. Birinchisi, Yaponiyada Meidzi islohotlari boshlandi. Ikkinchi, Kanada dominion huquqini oldi. Uchinchi, Britaniyada ikkinchi parlament islohot o'tkazildi. Rossiya Alyaskani AQShga sotdi. Beshinchisi, Turkiston general gubernatorligi tuzildi. Oltinchisi, Efiopiyada kassa hokimiyati ag'darildi. Yettinchisi, amerikalik elektrotexnik Thomson elektropayvandlash usulini o'ylab topdi, ya'ni svarkalash. Sakkizinchisi, Turkistonni idora qilish to'g'risidagi nizom qabul qilindi. Demak, 1867-yilda mana shu 8 ta voqea ro'y bergan ekan. 1828-yilda imzolangan shartnoma Rossiya Turkiya o'rtasidagi shartnoma. Buxoro xonligida 3 ta sulola bo'lgan. Shayboniylar sulolasi 1500-1601-yillar. Keyin Ashtarxoniylar sulolasi 1601-1756. Mang'itlar sulolasi 1756-1920-yil. Mana shu yildan amirlik deb atala boshlangan. Xiva xonligida Arab shohiylar yoki Xiva shayboniylari 1512-1770. Ikkinchisi Qo'ng'irotlar 1770-1920. Qo'qon xonligida esa faqat Minglar sulolasi 1709-1876. 1512-yil 28-aprel Quli Malik jangida Bobur mag'lub bo'lgan. 1556-yildagi voqealar bilan videomizni yakunlaymiz. Demak, birinchi voqea Navruz Ahmadxon vafot etdi. Ikkinchi voqea Abdullaxon amalda hokimiyatga keldi. Uchinchi voqea Rossiya Astraxanni egalladi. To'rtinchi voqea Xivada Xattot Hamadoniy tomonidan Shohnoma dostoni ko'chirildi. Beshinchi voqea Qoraqalpoqlar Kichik Qozoq juzi tarkibiga kirdi. Demak, bugungi videomizni mana shu yerda yakunlaymiz. Agar 3-qismi chiqishini xohlasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting. Like bosib, obuna bo'lishni unutmang.